Dada, men o'ylab ko'rdim, katta bo'lsam. Katta bo'lsang futbolchi bo'lasan, bacham. Ronaldinho Peleda golni dan qo'qasan, tirnovkan boshla. Dada, men o'zim Futbolchi bo'lasan, tamom deyapman, be. ha. Nima balo tapilyapsan yana? Dada aytdilar, men futbolchi bo'lar ekanim. Bitta to'pni orqasida kuchukdek quvalashing qoluvdi. Mani ota-bobolarimdek doktor bo'lasan. Doktor, yuragim, pochkam. Nima qilyapsan, hech xalatda? Dada, onam aytdilar, men doktor bo'lar ekanim. Sen voyenni bo'lasan, bu uyga men aytgan. Voyenni? Dadam harbiy bo'lasan dedilar-da. Hech qanaqa voyenni bo'lmaysan, amakingni oshpaz bo'lasan, tamom? Oshpaz? Jiyan, oshxonada nima qilyapsan? Ha, xola, onam aytdilar, amakimda zo'r povur bo'lar ekanim. Hech qanaqa oshpaz bo'lmaysan. Meni kasbim eng zo'ri, o'zim o'rgataman. Sut, qatiq, qaymoq. Xola, o'zi bundan normal pul topsa bo'ladimi? Zo'r pul qoladi. Uchastka moshinni hammasini shuni pulidan qilgan. Hamma to'g'ri aytyapmanmi hozir? Qani, kefir dechi? Kefir. Yo'q, kefir emas. Kefir deb ayt. Kefir. Sendan chiqadi, ahamiz. Ajiyan. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum. Men xolam bilan kefir sotyapman. Hech qanaqa qattiq paschi bo'lmaysan. Mana tog'a kasb seni haqiqiy kasbing. Mana jiyanim hozir polvon bola o'z mahoratini ko'rsatadi. Nima qilaman tog'a? Salto otasan 1-2 so'm pul olamiz. Ana mahoratini ko'rsatadi. Salto ot. O'zi noto'g'ri sakradi-da. Bu voyenni bo'ladi bu. Oshpaz bo'ladi bu. Kefirchi bo'ladi. Yo, futbolchi bo'ladi bu. Doktor bo'ladi. Dorbosi ham yomon emas. To'xtanglar, meni ham eshitinglar. Uyda qanaqa masala hal bo'lsa, o'shanda men ham o'z fikrimni bildirishga haqqim bor. Kerak bo'lsa bu masalada vakolatli organlar bor. Qonundan kiritib qo'yibdi 15-modda. Iltimos, meni ham eshitinglar. Men uchuvchi bo'lmoqchiman. Dorbosi bo'lar, tepada yurasan, shuni effektini beradi. Qol yog'ochdan qanday chiqdilar,